Mana yana Yusuf tog'amizdan kichkina baliqlarimiz chiqyapti. Mana dam olishyapti ovchilar oilaviy kelib. Ikamiz birinchi dam olishyapti mana. Salqinlik qali. Karasmi bu? Karas. Karas ekan. Karas. Karaslarimiz ham chiqyapti mana bir qarishdan kattaroq ha. 800 grammligini shu angacha. 800 gram mashta. Yem mana. Zo'ridan. O'sha ko'llarning yig'ib boruvdiydi. Qalay dam olyapsizlar akalar? Kelib ovlash tavsiya qilamiz. Kesindan boshimdan ketdi. Mana bunaqa bog'chalarimiz ham bor, kechki bog'chalarimiz. Bemalol. Ha, kelinlar, yangalar, opalar, hojonalar bemalol jo'natib yuborsanglar bo'laveradi. Boqamiz mana qarang, mazza qilib yuribdi. Hammani joni tegadi, hech kim ishlata deyolmaydi. Sog' bo'linglar.